Assalomu alaykum. Bugun 2026-yil 16-may sanasi. Pomidorlarimizni bugungi holati. Oralarini yotqizib chiqdik ikki tomonga. Bir ikkita ochilgan joylarga mana qurigan o'tdan tashlab chiqqanmiz hosillariga. Mana pushta oralari mana yetib oladi 10 kunlarda. Ikki tomonga yotqizib chiqqanmiz. Bu tomonga ham ekilgan. Hozircha ketishi yaxshi, anchayin. O'tgan videolarda salafandi tagidagi o'tlar ko'tarilib, shu nima bo'lar ekan degan savol ham bo'lgandi. Bu o'tlar o'zi mana chirib ketadi. Tagida suv bo'lib, bu pomidorlarga organik o'g'it bo'ladi. Oralarda suv bo'lib, o'zi tashib oladi. Keyin bitta kitobini ochamiz, shu hosillarni ham ko'rsating degandi. Hosillari qanday ko'rinar ekan? Mana shu hosili 500 gram chiqsa kerak kamida. Bu tomondan ham olaylik. Birinchi kistlari katta bo'ladi-da endi bu ichida. Qo'l bilan solishtirganda mana shu qo'lga ham siqish qiyin agar. Mana bu ikkinchi kistlari endi yashirib oladi. Mana ikkinchi kistlari. Tagiga yashirib oladi hosillarini. Hosillari yaxshi. Endi xudo xolasa bir 4-5 kunlarda rang olib boshlaydi pomidorlarimiz. Hosillari katta-katta. Endi narigi tomonda ham ko'rish mumkin. Mana oradagi o'tlari chirib, o'ziga organika o'g'it bo'ladi. Mana hosillar. Tomchilash orqali sug'oriladi. Har kuni suv beramiz. Har kuni ko'chat boshiga 2 litr, 2,5 litrdan har kuni. Hafta 10 kunda 2 marta oziqlantiramiz. Qolgan kunlari toza suv. Hozir ham suv ketyapti. Pargidan ham oziqlantirib turish kerak buni. Kecha 320 gel 10 litrga 25 gram. Keyin izobion 25 gram qilib. Keyin bornik sati ham qo'shdim 5 gram. Bargidan sepdik. Ertaga endi ildizdan NPK 10-10-40, 10% azot, 10% fosfor, 40% kaliysi bor o'g'it, keyin plus magniy nitrat beramiz.
Shu bugungi holati pomidorlarimizda. Bu yoqda ham ko'rish mumkin. Hosillari mana bu ikkinchi kistlari, birinchi kist. Bular ham juda katta, qo'lga ham sig'maydi kerak bo'lsa, agar olsa. Bunda ham quyosh urmasin deb qo'yib qo'yganmiz. Mana shu ham 300 dan ziyod, 300 grammdan 350 pishgancha kim biladi, kattarib ketadi. Bu yoqda ham mana hosillari rang olib boshlaydi 4-5 kunda. Mana shu o'rtalari ham yetib olsa yaxshi bo'lardi. Ancha o'zini yopadi-da hosillarini. Mana shu bog'da orqasida ham bor. Aqam ekkanmiz. Yeri sal kuchsizroq yog'i, avji pastroq. Tepaga ham ekilgan, tepalar yaxshi. Umumiy holati hozircha bizda shular. Shu qizarish, pishish jarayonlarini ham qo'yib boraman. Teplisanikini sotyapmiz. 12 ming, 13 mingdan sotuvdik. Hozir narx sal yumshaganda yana ham. Bugun erta terim qilib sotamiz yana. Hozircha shular, kuzatishda davom eting.